Do'stlar, mana bugun Jizzaxda ob-havo. Dumaloq narsa ko'rindi. Agar undan battarroq bo'lsa, videoga olishga ko'ramiz. Ko'chani nari tomon ko'rinmayapti. Neden fener yo'qlar ki? Kim ko'rdi? Kim ko'rgansa o'sha yerda. Ana o'sha yerda. O'sha narsa ko'rindi menga. Nima? Kim ko'rgansa kommentga yozsin. Yana hozir ko'rinadi. Bugun sana bugun 20-chi. O'sha yerda menga bo'yi mana shu yerda ko'rindi. Mana shu yerda ko'rindi. Ana. Kim ko'rgansa ko'rsin. Ben ko'rdim.